Hayotingiz tezlik bilan emas, balki sekinlik va sokinlik bilan jimgina o'zgarib borayotgan dunyoni tasavvur qiling. Maqsad uchun siz tarafdan qilingan har bir kichik harakat atom bombasi kabi atrofingizdagi voqelikni portlatadigan ko'rinmas kuch to'playdi. Agarda muvaffaqiyat siri ulkan sa'y-harakatlarda emas, balki siz e'tibor ham qilmaydigan mitti odatlarda bo'lsa-chi, shu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Hayotingizni o'zgartirish uchun katta sabablar kerak deb o'ylaysizmi? Xato o'ylayapsiz. Hammasi kichik odatlardan boshlanadi. Ertalab 1 stakan suv iching. 5 daqiqa badan tarbiya bilan shug'ullaning. Uyqudan oldin 1 sahifa kitob o'qing. Bu harakatlar natija bermayotgandek tuyulishi mumkin, biroq koinot qonuni shunday ishlaydi. Kichik harakatlar plus vaqt teng aql bovar qilmaydigan natijalar. Bu aniq. Qadimgi jangchilar qilichni sindirish uchun zarba kerak emasligini yaxshi bilishgan. Po'lat va temirni kulga aylantirish uchun katta va kuchli zarbalar shart emas, balki yillar davomida ularni zanglash yetarli. Sizning odatlaringiz bu zanglash. Ular sizni yuksaklarga ko'taradi yoki vayron qiladi. Tanlov o'z qo'lingizda. 4 ta eng muhim qoidalar haqida gaplashamiz. Birinchi qoida: buni aniq qiling. Shirinliklar o'rniga mevalar orqali sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qiling. Har kuni bitta meva yeyish qoidasi. Bilasizmi? Ko'zga ko'rinmaydigan mevalar chiriydi. Ko'zga ko'ringanlari esa yeyiladi. Vaqtingiz ko'proq o'tadigan joyda doim bitta meva tursin. Kravatingiz yonida krossovka va sport kiyimlaringiz doim tayyor tursin. Kun davomida 10 minutdan sport bilan shug'ullaning. Kitobni yostig'ingiz ustiga qo'ying va har kuni bir betdan o'qing. Odatlaringiz meni ol va meni qil deb baqirishga imkon yaratib bering. Ikkinchi qoida: odatlarni jozibali qiling. O'zingiz yoqtirgan ishlar bilan odatlarni bog'lang. Masalan, qahva ichishni yoqtirasizmi? Faqat kitob o'qigandan so'ng mayli iching. Miya bu harakatlarni mukofot bilan bog'laydi. Sizga qiyin bo'lgan odatlarni o'zingiz istab qilishni boshlaysiz. Bu xuddi chaqaloqni tarbiyalashga o'xshaydi. 3-qoida: odatlarni osonlashtiring. Kitob o'qishni xohlaysizmi? 1 sahifa o'qishdan boshlang. Yugurishni istaysizmi? 1 daqiqa yugurishdan boshlang. Biling, to'siq qanchalik kichik bo'lsa, sakrash shunchalik oson bo'ladi. Unutmang, atom odatlar jasorat emas, balki marosimdir. 4-qoida: buni qoniqarli qiling. Masalan, agar siz kunlik necha qadam yurganingizni telefon orqali kuzatib borsangiz va bu ko'rsatkich hafta davomida yuqori raqamlarni qayd etsa, qanchalik ishtiyoqingiz ko'tariladi? Odatlar bilan ham xuddi shunday. Har kunlik g'alabalarni nishonlang. Masalan, bajargan odatlaringizni belgilab yuring. Muvaffaqiyat kundaligi tuting va unga natijalaringizni yozib yuring. Shuni tushuning, sizning miyangiz men eng zo'riman deyishi va bu ishni takrorlashni xohlashi kerak. Yaxshi inson, hoziroq qog'oz oling. Ertaga amalga oshiradigan bir odatni yozing. Masalan, har kuni ertalab 1 sahifa kitob o'qish. Endi uni atomlarga ajrating. 1. O'qishni istagan kitobingizni sotib oling. 2. Kitobni ko'rinadigan joyga qo'ying. 3. Uyg'onganingizdan so'ng telefoningiz o'rniga kitobni olib 1 sahifa o'qing. Qisqa vaqtlar o'tgach, bu odat tusiga kirib qoladi. Telefoningizni o'ynash qanchalik oson bo'lsa, kitob o'qish ham shunchalik oson bo'lib qoladi. Keyin esa sizga kerakli odatni ro'yxatingizga qo'shing va uni ham qilishga osonlashtiring. Va yana yaxshi odatlarni qo'shib, muvaffaqiyatlarni zabt eting. Sizning fikringizcha, qahramonlar buyuklikka bir kunda erishganmi? Aslo yo'q. Ular buyuklikka yillar davomida erishgan. Masalan, Imom al-Buxoriy hadislarni yillar davomida to'plagan. Stephen King hali ham kuniga 6 sahifa kitob yozadi. Ularning sirlari nimada desangiz, ular shunchaki ulug'vorlikka ergashmagan, balki yaxshi odatlarni o'zida jamlagan. Siz sport zalidan nafratlanishingiz mumkin, lekin kuniga 5 ta o'tirib turish yiliga 1800 tani tashkil qiladi. Siz
Ommaviy joylarda nutq so'zlashdan qo'rqishingiz mumkin. Ammo har kuni ko'zgu oldida 1 daqiqa mashq qilish bu yillik 6 soatlik amaliyotni tashkil qiladi. Kichik odatlar gigantlarni mag'lub etishadi har doim. Ishoning, 1 yil o'tgach orqangizga qaraysiz va o'zingizni tanimaysiz. Siz limon bilan suv ichadigan, tongda turib yuguradigan, yiliga 50 ta kitob o'qiydigan inson bo'lasiz. Chunki bugun siz dangasalik o'rniga atom odatlarini tanladingiz. Hoziroq bitta odatni tanlang. Hoziroq taqvimni belgilab qo'ying. Keling, siz dunyoni o'zgartira boshlagan kunni butun dunyo eslab qolsin. Omad!